Agar vaqt keyniga yansa, sizning burungi qaysi davrlarga qaytgangiz bor? Dunyoda har xil shaklsiz kuch mavjud. U insonlarning hayot mamotini kontrol qiladi. Shahidlarning taraqqiyot yo'nalishini belgilaydi. Agar entropiyani barliq mavjudotlarning oxirgi nuqtasiga o'xshatsak, u boshlanish nuqtadan oxirgi nuqtaga o'tadigan butun jarayon. U dal vaqt. Vaqtni tutquli bo'lmaydi albatta. U har qachon oldiga qarab mangadigan son. Lekin ba'zi olimlar vaqt keyniga qarab mansimi o'xshashli ishlatgili bo'ladi deb qaraydi. Afsus, hozirgacha olimlar vaqtni o'zgartirishga amalsiz. Undaqda vaqtning boshlanish nuqtasi zodi bormi yo'q? Olimlar bizga shundoq deydiki, olam bo'shlig'ida cho'ng portlash yuz bergandan boshlabla vaqt allaqachon borliqqa kelgan. Undaqda uningdan burun vaqt mavjudmi? Biz bu savolni balkim mangu bilolmasligimiz mumkin. Cho'ng portlash yuz bergan o'sha vaqtdan boshlab olam bo'shlig'ida vaqt, makon ham bo'shliq mavjud bo'lgan. Uzoq yillar ilgari Eynshteynni o'z ichiga olgan nurg'un olimlar olam bo'shlig'ini cheksiz ham tinch deb qaragan. Ilm-fanning taraqqiyotiga ergishib, astronomiya asboblari va teleskoplarning kuzatishlari orqali olam bo'shlig'ining bir tuz holatda kengayotganligini ham sur'atining ozroq aslab qolmaganligini bayqagan. Eynshteynning nisbiylik nazariyasi bizga nur tezligining mutlaq bo'ladiganligini, lekin vaqt bilan bo'shliqning nisbiy bo'ladiganligini tushuntirib berdi. Shunga vaqtni astiltish uchun cho'qim nur tezligiga yetish kerak deb qaralgan. Ammo hech kim buni amalga oshira olmagan. Olimlar butun zehni bilan vaqtni astiltishni orzu qiladi, lekin uni kontrol qilg'ili bo'lmaydi. U yanada kelgusiga yuzlanib ketaveradi. Vaqt dunyodagi eng ulug' ustoz. U xiyolchanlar azob ilib keladi. Tirishchanlar bo'lsa baxt. Insonlarning o'rtacha umri 79 yil, taxminan 30 ming kun. Hozir sizning yoshingiz necha? Ilgari siz o'limni intayin yiroq deb o'ylagan. Lekin hozir yana qanchalik vaqtingiz qoldi? Har bir odam o'z aloyidligi bo'yicha bir umrini besib o'tadi. Tug'iladi, o'g'inish, tarbiyalash, xizmat, qerish, pensiyaga chiqib umrini oxirlashtiruvchi. Biz azaldan o'zimizning orzusi bo'yicha yashab boqmagandek qilamiz. Ko'zni yumib ochqicha hamma o'tib ketgan. Bir kunlarda o'zimizning qiyirganligini his qilamiz. Ham vaqtning rahimsizligini tushunib yetamiz. O'tmishni eslaganimizda bo'lsa, faqat ochiq ham tatliq tushkul o'xshaydi xolos.